Assalomu alaykum, Elparvar Jame avtokreditni kuzatuvchilari, qadrdon obunachilari. Bizning Instagram, YouTube, TikTok, Facebook platformalaridan kuzatadigan yor birodarlarimiz, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bu videoni qilishimizdan maqsad ozgincha kreditlarda o'zgarishlar bo'ldi. Avtokreditda o'zgarish bo'ldi. O'shani ma'lum qilish maqsadida bu videomizdan qolamiz. İmkon qadar mashina olaman deb, avtokreditga olaman deb qiziqib yurgan do'stinglar bo'lsa, shu videomizni sekingina tashlab qo'yishinglar mumkin. Shuni aytamizki, Toshkent shahar, Toshkent viloyat, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bosh to'lovi 15% bo'ldi. Misol tariqasida 10 ming dollarlik mashina oldinglar. 10 ming dollarlik mashinani 15% 1,5 ming dollar bo'ladi. Оформленияsiga 750 dollar ketadi. O'sha 750 dollarni qo'shsak 2250 dollar. Misol tariqasida 10 ming dollarlik mashina oldinglar, 2250 dollar rasxod qilsanglar, oylik to'lovini chiqarib berishadi. Endi Voha vodiyga keladigan bo'lsak, bosh to'lovi 25% bo'ldi. 25% bo'ldi. Bu degani shunda 10 ming dollarlik mashina olsanglar, 10 ming dollarlik mashina olsanglar 2,5 ming dollar bosh to'lov. Оформление, GAI bularni qo'shganimizda 750 3250 dollar bosh to'lov bo'ladi. O'shanga o'xshab, lekin bir narsani aytib o'tamiz, oylik to'lovlari oldin, bosh to'lovlari oldin 2000, 2,5 mingga chiqarayotgan mashinalarimiz to'g'ri, hozirgi kunda 3000, 3,5 ming dollarga chiqyapti. Lekin o'sha 3000 dollar berib, misol 2,5 ming dollar, mana 2,5 ming dollar berib 2022-yil Cobalt olishyapti. 2,5 ming dollar berib 22-yil Cobalt olishyapti. Oylik to'lov 4,300, 4,400 dan chiqyapti. Hozirgi kunda 2,5 ming emas, 3,5 ming dollar bosh to'lov berishadi. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak, 4,400 emasda 3,800, 3,700 ming so'm chiqyapti. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim, bosh to'lov qancha ko'tarilgan sari oylik to'lov ham o'shanga qarab arzonlashgan. Yana oxirgi videoni yakunida aytib o'tdik. Voha degani Farg'ona, Namangandan tashqari Voha, shundan общий hammasiga 25%. Andijonga keladigan bo'lsak, Andijon shaharga faqatgina avtokredit bo'ladi, Andijon shahari o'zidan bo'ladi. Toshkent shahar territoriyasidan Andijonga avtokreditga berishmaydi. Sababiki Andijonning o'zini viloyatiga qaratib biriktirib qo'yishdi. Xullas, shunaqa yengilliklar sizlarga. Videolar qo'yib boryapmiz. Mashinalarimizning bosh to'lovlari xudo xolasa endi to'g'ri oldin sal arzonroq edi. Hozir jam unaqa bilinarli darajada emas. 400-500 dollar bosh to'lovdan ko'tarilgan bo'lsa, 400-500 ming so'm oylik to'lovdan arzon bo'lgan. Xullas, hozirgi kunda men endi o'ylashim bo'yicha oldin ko'pchilik 500 dollar, 1000 dollar, 1,5 ming dollar berib avtokreditga mashina olib, oylik to'lov 4 million, 5 million, 6 milliondan chiqyapti. To'lovni qaytarib ketib, mashina qaytishi ko'p bo'lyapti banklarga. Hozirgi kunda endi tushunishim bo'yicha, endi o'zimizning statistikani hisoblash bo'yicha bosh to'lov endi 3000, 3,5 ming, 4 ming dollar beradimi? Oylik to'lov 3 million, 3,5 ming. Endi hozirgi paytda mashina olgan odam sal haqiqatga yaqin. Sababi oylik to'lovlar 3 ming, 3,5 million bemalol topsa bo'ladigan pul. Oddiy misol, bugungi kunda, hozir mana bugun seshanba bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda Malibu sotildi. Agar videomizni ko'rgan bo'lsanglar, bitta Malibu qo'yuvdik. Oylik to'lovi, mana shu mashinalar oylik to'lovi 9 million, 8 million 800 chiqyapti. 6 million 100 ming so'mdan chiqdi oylik to'lovi. Keyin oxirgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, Bardovi rang trekker qo'ydim. O'sha trekkerlarimizni bundan oldingisida 6 million 800, 7 million atrof chiqyapti. Hozirgi kunda oylik to'lov 5,5 million. Mana endi olib, misol tariqasida mashina qaytishi, endi bank o'sha bu narsani o'ylab chiqqanining sababi bosh to'lovlar oldin Vohaga ham, Vodiyga ham 10% edi. Hamma yo'g'i 10% edi. Hozir o'sha Toshkent viloyatiga 15% bosh to'lov, Voha Vodiyga 25 qilib qo'ygan sababi mashina qaytishi sal kamaysin degan maqsadda qilindi. Aytadi, bir taraf o'ylasa, ikkinchi taraf ham o'ylagan holatda ish qilingan. Bu o'zim shaxsiy fikrim. Xullas, Elparvar Jameslarning xizmatingizda manzilimizda Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga shundoq yetmasinglarda chap qo'lda metan zapravkani chiqarishda bannerlarimiz, plakatlarimiz ilingan.
Elpalar. Kelsanglar 40-50 dan ortiq mashinamiz bor. JM Avtoga tegishli mashinalar hammasi. Kelsanglar qo'ldan kelguncha xizmatimiz tegsa xursand bo'lamiz. Imkon qadar o'zingizlarning fikringlarni kommentariyaga yozsanglar, o'shanga qarab xudo xolisa keyingi videolarni qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.